bir kvadratını 115 ming so'mdan barcha xizmati ichida devoldan shunday bir kvadratini o'lchaysizlar 115 ming so'm pulini to'laysizlar. Ichida nima deysizlarmi? Bir qator grunt o'pkasi, kilayini urib berish xizmati ichida buni durushi avval somonsuvoqda resvostiga yeb turadi. Ikki qator travertini yana ustundan polirovkasi jemchugi ichida. Shunday men usta xudo xolasa shunday nasib taqdirda shunday bo'ladi. xizmatimiz neradan davom etadi? Xizmatimiz butun O'zbekiston bo'ylab, Xorazm bo'ylab, Qoraqalpoqgacha boramiz. Tüfeğim. Lekin bering duruşunu bayıkkini o'zimizga bering tunikaponni kaqqanda ko'ryapsizlar. Dum resvos chiqadi. Bunga qarang. Hali bu birinchi qatori, ikkinchi qatorini ham shunday cho'tkatib urib beraman deydilar. Hattoki Xorazmda, Hazorasda yo'q, Balarkada yemolab polirovka qilib beraman deydilar. Oxiridan ko'ramiz, xudo xolasa, bitganlarni ham qo'yib beramiz. Tegalarni yopishtirishni chiqaradi buning ağa. Tegalarni yopishtirish o'sha pulli xizmat ichida bo'ladi. İçide. Bunu lekin uy egasi olib beradi. Uy egasi olib beradi. Uy egasiga olib beradi ekan, uni yopishtirib berish ichida, xudo xolasa. Kafellari bo'lsam urib ketadilar, zinalari bo'lsam taqlab ketadilar. Gepingizasi uyingizni gullatib, zo'ratib zatib beradilar. Nima obunachilar yurakchani bosib, yaqinlarga jo'natib qo'ying. Bu xizmatdan foydalanmasangiz bo'lmaydi. Ustomiz Samarqandlik ekan, lekin Xorazmning hamma joyida ishlagan ekanlar. To'g'rimi? 5 yildan beri ishlab ketamiz. 5 yildan beri. Garantiyasi necha yil? Garantiyasi 10 yil ziyodroq. 10 yil. 5 yil servis xizmatimiz bor. Eng zo'r tomoni san o'tirmaydigan etib, polirovka xizmatlari ham bor ekan Balarkada. Bunchikisini ko'radingizmi? Ko'rgan bo'lsangiz kommentariyada yozib o'ting kerak. Qaysi usta polirovka etib beradi. Ne deysiz obunachilar? Buni jemchukini urgandan keyin bo'ladi, axvang? Yo'q, bu travertin birinchi sloy bo'lyapti, ikkinchi sloy urilgandan keyin, qurigandan keyin ustidan polirovka bo'ladi. Polirovka. Keyin bitta yuvib tashlanadidan keyin ustidan 2 marta jemchuk attachment laki bo'ladi. Keyindan. Lakini ham urasiz axir. Jemchuk attachment laki bo'ladi 2 marta. Xudo xolasa obunachilar kutib turinglar, bitgandan qo'yib boramiz. Eng zo'rini sizlar uchun ravo ko'ramiz, xudo xolasa. Like bosamiz. Bo'ldi. Mana bu gapli degan soy.